Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun ko'rib turganingizdek Afg'onistonning mol bozorini realni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Qani bo'lmasa videoni boshlaymiz. Aziz do'stlar, mana bu ko'rib turgan katta buqangiz $735 49,000 afg'oni ekan. Mana bu ala buqamiz ham $525 35,000 afg'oni ekan. Mana bu qora buqamiz ham $540 36,000 afg'oni ekan. Mana bu esa 2 yasharli $225 15,000 afg'oni ekan do'stlar. Mana bu $300 20,000 afg'oni ekan do'stlar. $225 15,000 afg'oni ekan 2 yasharli. Mana bu qora $225 15,000 afg'oni ekan. Mana bu sigirimiz esa $750 50,000 afg'oni ekan. Mana bu ikkitasi. Mana bu sari oq va mana bu sari kattagina sigirimiz. Mana bu ikkitasi esa $495 33,000 afg'oni ekan do'stlar. Juda ham zo'r buqa ekan, kichkina bo'lsa ham. Mana bu qora va sariq $850 va 55,000 afg'oni ekan do'stlar. Mana video davomida echkilar ham bor. $95 6,000 afg'oni. Ha do'stlar, mana bu echkilar ham $75 5,000 afg'onidan to $80 6,000 afg'onigacha sotilyapti. Ha do'stlar, mana taka $100 7,000 afg'oni. Mana bu esa qo'chqor $190 va 12,500 afg'oni ekan do'stlar. Ha, juda ham zo'r. Mana bu esa $80 qo'y ekan do'stlar, 6,000 afg'oni. $75 dan $80 gacha, ya'ni $100 ekan mana bu qo'yimiz qatag'ani deydi. Juda ham zo'r nasldan. $85 dan 6,000 afg'oni. Afg'onistonda go'sht narxi 80,000 so'm 350 afg'oni. Ha aziz do'stlar, shashlik ham Afg'onistonda 8 tasi 27,000 so'm. Ha aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek video ham nihoyasiga yetdi. Videoni qadrlaysiz degan umiddaman. Bitta like va obuna bo'lishni unutmang do'stlar.